Endi mana bu masalaga to'xtaymiz. Ajrashgan ayolga uylanishlik uchun 4 ta narsaga qarashlik kerak ekan. To'g'ri? 4 ta narsaga qarashlik kerak azizlar. Qaysi narsalar? Birinchisi tekshirish kerak. Haqiqatan u taloq olganmi, yo'qmi? Haqiqatan eri uni qo'yib yuborganmi? Eridan taloq olganmi? Taloq olmasdan turib hech kimga tega olmaydi. Eri ochiq taloqsan demaguncha hech kimga tega olmaydi. Mana hozir ko'pchilik erim Rossiyada yoki bo'lmasa Koreyada yoki bir safarga ketgan, biz 2 yildan beri, 3 yildan beri ko'rishmaymiz. Shuning uchun tegib ketdim deydi. Yo'q. 10 yil bo'lsa ham eri taloq bermaguncha tega olmaydi. Haqiqatan talog'ingni olgansanmi deb so'rashlik kerak. Ikkinchisi idda. Iddani qarash kerak. Bo'ldi, bu taloq olgan bo'lsa ertasiga uylanib ketishligi durust emas bu. Ya'ni Baqara surasida 228-oyatda Alloh taolo nima deydi? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya'ni 3 hayz. Talog'ini olgan ayollar 3 hayzgacha nima qilishligi kerak? Iddasini kutishlik kerak. Ba'zilariniki 20 kunda keladiganlar bor. Agar 20 kunda kelsa 60 kun bo'lyapti. Ba'zilariniki 1 oyda ana shu 3 hayz. Endi hayz ko'rmaydigan ayollar yoki hali kasal bo'lgan yoki hayz ko'rmaydigan, umidi uzilgan, hayz ko'rishi yoshidan o'tib ketgan ayolga uylanmoqchi bo'lsa, Taloq surasida kelganda Alloh taolo nima deydi? 4-oyatida, Taloq surasining 4-oyatini o'qib ko'ring. Wallahi ya'isna minal mahidi, ya'ni umidi uzilgan, hayzdan umidi uzilgan ayollar inirtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. 3 oy kutadi endi ular. 3 oy hisoblaydi. 3 oydan keyin u turmushga chiqa oladi.